Louis Vuitton oilasidan yengili 2025-yil chiqqan parfyum. Teginimni o'ylab qarasa, o'qib chiqqanincha qiziq tuyuldi. Bizani o'zbek ayollar uchun chiqarilgan parfyum deb o'yladim. Sababi izohlarda o'qiyotganimda mard kuchli ayollar uchun, qiyinchilikdan o'tgan ayollar uchun deb yozgan. Bundoq o'ylab qarasa, bizani o'zbek ayollarimiz ayni shu haqiqiy qiyinchilikdan o'tyapti. Ya'ni farzandlarga qaraymiz, o'sha osh-ovqat va hokazolar bilan chalg'ib, o'ziga e'tibor bermaydi. Bu imенно bu parfyum ayollik hislatini yana ham boshqacha qilib beradi. Juda ham qiziq parfyum. Bu yil juda ham ko'p parfyumlarda siren, ya'ni siyoh rang, fioletoviy rang trendga chiqayotgan. Louis Vuitton oilasidan Elle, ya'ni Elves deb yozilgan, Elle deb o'qiladi. Ma'nosi fransuz tilidan olingan bo'lib, ular degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bizda ular bular deymiz-ku, o'shanga o'xshagan ma'no ekan ularda ham. Xo'p, kelinglar, qisqa qilib parfyumni notalari haqida gaplashamiz, lekin juda ham qiziq. Hop, ko'ramiz. Menga yoqqan tarafi juda ham ko'p parfyumga bu yil ahamiyat berdim. Chanel oilasida ham mana shunaqa rangli atir chiqdi. Hop, juda ham ko'p 5-6 ta lineykada ko'rdim. Mana shu rangda bu yil trendga chiqyapti. Oldingi yil saro, mimoza yo'nalish trend bo'ldi. Bu yil 2025 bunga urg'u berilyapti. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi sotuvni boshlab bo'lgan edik. Realni qiziqarli o'tiflarni yig'ishga harakat qildim sizlarga tabiiy bo'lib chiqishi uchun. Bitta so'z bilan ayta olaman, juda ham qiziq. Murakkab. Murakkab degani qanaqa? Bilsanglar, yo yumshoq hid bo'ladi, yo qattiq yoki o'tkir hid bo'ladi, to'g'rimi? Bunda ikkita yo'nalish bor. Issiq bilan yumshoq. Ya'ni sovuq hidni baravar ushlayapti. Ya'ni iforni ko'rsangiz bir issiqga o'xshab tuyulyapti, bir qarasangiz холодный hid bo'lyapti. Juda ham qiziq qilgan. Sabab nimaga unaqa qilsangiz, ichida ingrediyentni qaragan paytimda eng katta ikkita ish qilib berayotgan narsa bor-da. Zanjabil, ya'ni imbir bilan bu yerda kelayotgan narsa ambroxan и frukti bor-da. Zanjabil bilsanglar achchiqqina bo'lib turadi, lekin ambroxan yana ham murakkablashib beryapti, ya'ni qiziqarli qilib beryapti. Nimaga jasorat deganini endi tushundimda. Kuchli hid bilan noyob, ana kashalotdan olinadigan feromonli yo'nalish deydi, shunga o'xshagan narsani qilib beryapti. O'rtada ayollar xohlagan binafsha bilan atirgul bor. Qaranglar, tepada zanjabil turibdi, o'rtada atirgul, binafsha bo'lyapti-da, pastda o'sha ambroxan. Ambroxan bilan uchalasini mix qilgandan keyin super parfyum bo'ladi. Qancha ta'rif qilsam foydasi yo'q. Buni sepish kerak, foydalanish kerak. Men ko'pchiligiga berdim, yoqdi. 100% demayman, neki jiddiy ayollarni obrazi qilib beradi. Ya'ni oddiy nejniy atirlardan zerikdingiz, sal nimadir yetishmayapti deysiz-ku. Mana shu parfyum. Umuman qiziq yo'nalishda. Mana shu Louis oilasi bo'ladimi, boshqa brendlardan qaraganman, bu hidga o'xshatish hid yo'q. Louis ishonchisi bilan qiziqda. Har bitta parfyumga umuman boshqacha e'tibor beradi. Qaranglar, bugun sizlar uchun zo'r narsa qilib beramiz. Xudo xohlasa faqat bir kun amal qiladi. Parfyumni o'zi 5 mg bundan ko'rishini 450 ming sotyapmiz. Bundan keyin shunaqa bo'ladi. Video qo'yilishi bilan bir kun sizlar uchun bu parfyum 5 mg ni 250 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Faqat bir kishiga 5 gramdan ko'p bera olmaymiz. Sababi hammaga yetkazishimiz kerak. Ana ko'rdingiz, qanaqadir o'zingizga tortdi, shu olgis kelyapti. Mana imkoniyat, xudo xohlasa olinglar, foydalaninglar. Faqat sizlardan bitta iltimos, olib foydalanganingizda o'zingizda qanaqa emotsiya bo'ldi, izohlar bo'limida kommentariyada yozib qoldiringlar. Haqiqatan qanaqa bo'ldi, qatga foydalandingiz, qanaqa o'tib oldingiz, yaxshi, yomon yozaveringlar. Sababi kirgan inson baribir izohlar bo'limiga kiradi. Qanaqa o'tib bo'ldi, kim olibdi deydi. Shuning uchun kirganinglardagi maqsad chegirma qilishimizdan maqsad ham shu, haqiqiy tabiiy o'tib yig'ish. Xudo xohlasa bu yog'i yengilliklar oldinda sizlar kutgan, kutilmagan zo'r parfyumlar oldinda.